Hammaga salom. Assalomu alaykum. Hop. O'zi Damashqqa keyingi haftaga har doimgidek biz dollar indeksdan boshlaymiz. Mana o'tgan haftada analiz qilganmiz va xuddi shu analizga bizda ikkita variant bor edi, ya'ni promoy bo'lishi va откат qaytishi. Hozircha откат ketyapti. Bu yerda hech narsa o'zgartirmaymiz. Bo'lishi mumkin bitta ssenariy yana qaytib ketishi mumkin. Endi buni dushanba ko'ramiz. Lekin uzoq muddatli ssenariy shu. Ya'ni mana shu joygacha keladi va mana shu yerdan ko'rsak bo'ladi, ya'ni shu zonadan sell ketishini. O'tgan safar Damashqda tushuntirgandim, har doim indeksdan boshlaysizlar va indeks ta'sir qiladi qolgan hamma valyutalarga Damashqda. Bugun dollar indeksi birinchisi. Xo'p, keyingisi bizda qaramiz. Так, out dollar, австралийский доллар. Мгм. Так, okey. Biz tepada urillar bor edi. Bularda mana hammasida lojin probel qilindi. Tak, endi biz nima qilamiz? Fibonacci ishlatamiz. Fibonacci bo'yicha 0.61 ga kelgan. Mana bu yaxshi zona hozir. Ya'ni yaxshi joy. Именно shuni o'zidan kutsak bo'ladi. Longga tepaga harakat. Bu Audi dollarda bizda global target bor. Ancha tepada bizda take profit bor. O'shanga qarab yurishi kerak. Take profit olishimiz kerak. Ikkinchisi mana bu 78 da. 0.78 dan kutish. Long kutamiz. Olib tashlaymiz. Mana endi sizga to'g'ri klassik analiz bo'ldi. Уровень bor tepada, pastda уровень bor va trend liniya. Trend liniyaga kelgandan keyin mana bu birinchi joyi откат, ikkinchisi pastdan откат. Shuni kutyapmiz. Audi dollar. Tak. Xo'p, yevro dollar уровеньdan rosa mana qaytgan. Yaxshi. Tak. Bizda примерно qayergacha tushishi mumkin? Misol shuni olamiz, belgilaymiz. Low bilan highni tortamiz uni. Birda turibdi, chizig'i lowga tortamiz. Tepaga highgacha. Endi biz belgilab olamiz qaysi zonalargacha bizga kelishi mumkin. 1, 2, 3. Tak. Xo'p, yevro dollarda ham bizda tek bor tepada ancha. Mana shu zonalarda. Bu yana qaytish kerak. Bu tekimizni olgandan keyin shortga harakat qilish mumkin. Okey, mana bu hammasi belgilangan. Fibonacci bo'yicha shu zonalarda reaksiya kutsa bo'ladi. Откат model. Biroz откат qiladi, tushishi mumkin. Bu 3 ta mana nima deydi? Lesinka. 0.8 biroz riskovniy joy, 0.50 normalniy joy, 0.61 zo'r. Demak, shu joylardan ko'rsak bo'ladi. Longa. Пока что без изменений. Hech qanaqangi o'zgarish yo'q. Без изменений nimaga? Yo'q hech qanaqa harakat hozircha. Pastga qarab ketyapti harakat, no okey. Bu yana dushanba kuni tepaga ketishi mumkin shu tuzdan. Tepaga harakat qilishi mumkin. Tak, men sizga aytaman hozir. Tak. 10.58. Yerda tekimiz bor mana. Tekka borish kerak. Hech qancha qolmadi. Balki 2 haftada olarmiz, balki keyingi hafta qaytib olarmiz. Tekka juda yaqin qoldi. Men shuni kutyapman. Pastga ketsa, demak mana bu zonalar belgilaganmiz. Shulardan long. Keyingisi. Tak, USD GPI. Okey, USD GPI. Men USD GPI ga short kutyapman. Tak. 142 yu 42.
Shu joylarda tek bor bizda. 42, 42 belgilaymiz. Demak, UCGP short kutyapmiz. Shu joyga chor. Hop. Mhm. Qayerdan kutsa bo'ladi? Fibonacci tortim kelmayapti. Bitta urverlar bor belgilangan. Так. Mhm. Xo'p, bizga mana shu joy kerak hozircha. Shu joyda kutish kerak. Balki bu urinni tepaga ketsa, long ketsa bo'lishi mumkin. Tepa yoqda long. Agar yorib o'tmasa, pastga qarab darshi davom etadi trendini. Shortga qarab. Shu hozircha USGP'ga. Fond. Fond dollar. Mhm. 27.52'da bizni tekimiz bor. Harakat boshlandi. Yana kutib qolamiz harakatni. O'zi keyingi hafta balki kelar shu joyga jo'r aylanib. Strogi tekacha kutamiz short harakatini. Xo'p, mana bu уровень tepasi long. Mana misol uchun qaysi holatda уровеньni olinadi? Shu yerda biroz kichkina dars o'tib ketamiz. Mana misol bizda уровень bor. Keldi, ha? Svecha keldi daily'da va shu yerda затухание volatilность deyiladi. Ya'ni volatilность kamayib ketyapti daily'da. Bu kuchli juda ham. Agar shunaqangi bo'lsa agar va keyin уровеньga qarash kerak. Agar mana bu holat bo'lsa, bu ideal holat bu. Juda ham ideal. Endi har doim unaqa bo'lmaydi. Misol uchun keyin yana bitta уровень bo'lishi mumkin. Ya'ni qanaqadir bar bor edi, kelib pastga tushgan. Ha, mana misol uchun shunaqangi holatda agar daily'da birinchi уровень kelib yig'ilsa, energiyasi tepada ham уровень bo'lsa, lokalniy mana shuni kutamiz orada. Ya'ni buni orasida ishlanilmaydi, hech qanaqangi bitim qilinmaydi. Qayerdan kutsak bo'ladi? Mana bu уровень tepasidan long, откатный model, отбой yoki bundan short. Bu orasida ishlanilmaydi umuman. Mana bu yerda shunaqa bo'lyapti. Buni tashlaymiz endi. Aktual emas, bizga ham aktual уровень mana bu. Mana shu уровень. Agar tepaga kelsa, demak shu уровеньni kutamiz longni. Bu пока что short. 127.50, 127.52 ga tushish kerak. Tak, valyutalar bo'ldi. Bitcoindan ko'rib ketamiz. Men kriptolarda ishlamayman. Manipulyatsiya qilish oson buni. Ancha oldin qilganman. Shu bu yerda o'zgarish uncha katta emas. H4, H1da analiz qilishda umuman hojat yo'q Bitcoinda. Asosan daily'da ko'riladi. Daily'da shu demak. Tepaga kelsa bu yerdan откат bo'lmasa kutamiz. Shu уровеньda yurishini. И ketdi proboy. Bu birinchi variant. Ikkinchi varianti short. Mana shu уровеньda qoladi, keyin short proboy qiladi. Agar bunaqangi harakatlar bo'lsa, ya'ni keladi, uchib ketadi tepaga. Mana shunaqangi harakatlari bo'lsa, albatta demak уровень kuchli degani. O'zidan o'zi proboy bo'lmaydi kelib. Bu yurish kerak bu yerda, aylanib yurish kerak. Mana bunaqangi harakat bo'lishi kerak уровень oldida. Misol uchun buni уровень deb olsak, mana shu momentda уровень mana shunaqa olinadi proboy qilib. Keldi, energiya yig'adi уровень tagida, keyin oladi proboy qilib. Bitta short holatda xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Hozir proboyga energiya yo'q Bitcoinda. Bu shunaqa instrumentki ertaga shuna tushib ketishi mumkin ekan. 10 mingga tashlab yuborishi mumkin bemalol. Shuning uchun mana ikkita aktual уровень shuni ichida yuribdi hozircha. Tak. Tillaga yaqinda aytib o'tgandim. 1 2 3 4 model bor.
yaqinda chiqdi. Tillani o'ziga shu model. Dushanba kutamiz endi. Dushanbani ochilishini kutamiz. 4-model qanday bo'ladi? Balki tepaga chiqar. Ya'ni ochilishiga qarab tepaga chiqsa agar, bu yerda 4-kunga, shu kun yopilishini kutamiz va 5-kunda sho'rka harakat boshlanishi mumkin. Mana shu holatda manda shu model tillaga. Nima bor endi? Neft. Men anchadan beri kutyapman bu neftni. $60, $69dan tushishi kerak pastga. Tushsa dahshat ishlar bo'ladi. Juda katta ishlar bo'lib ketadi. Hozircha tushgisi kelmayapti. Mana shu ikkita уровень belgilab qo'yganman. 63 sent bilan 69 27. Shu eng kuchli уровень. Bundan kelib ketaverish mumkin tepaga. Mana bu joyda kecha, ya'ni 4 kunlik format отбой modelni o'rgatganman. Kelyapti bizga, mana harakat bor, shartovoy. Birinchi mana low'ni aniqlaymiz, keyin ketdi 1, bu 2, bu 3, 4. 4 kun hammasi tepada yopilyapti, всё. Обратно qaytish ehtimoli ko'p. Ya'ni 5-kundan kirsa bo'ladi mana longga. Bu yerda long bo'lgan. 1, 2, 3, 4. Tak. Bu lekin rosa yuribdi. Mana shu o'rinda. Demak, shu narxdan sotib olyapti kimdir, katta narxda. $70 atrofidan sotib olishyapti, juda ham katta ob'yemda. Qaytib kelganda yana agar qaytib kelsa, shu zonadan отбой model qidiring endi. Ya'ni shu yerda 1, 2, 3 taqa. Misol uchun bu qanday topiladi? Birinchi kelgan shu zonagacha uzunroq keladimi, qizil svechcha keladi. O'shani low'ini tortib olasiz. Low'ini o'rniga qilib olasiz. Lekin har bitta kunni qarab ketasiz. Har kun yangi ochilganda uni low'ga qaraysiz. Low retest qildimi yoki yorib o'tdimi low'ni? Главныйsi tana yorib o'tmasligi kerak. Bu tanasi tushib ketmasligi kerak pastga. Bunaqangi low'lar yaqin kelsa, yorib bo'lsa hech narsa qilmaydi. 4 kun kutasiz yana shu yerda. 4 kun kutganingizdan keyin hammasi yana ideal bo'lsa, bu holatga o'xshab 5-kundan longga kursa bo'ladi, proboy tepaga. Keldi, hosil qildi. Misol uchun bunaqa yurishi mumkin. 4 kun bo'ldimi, ketdi 5-kuni. Shunaqa qilib uchib ketadi 5-kuni. Hop. Damashqa bo'ldi. Keyingi haftaga uncha katta harakat yo'q bozorda. Движение ancha слабый. Manda bugungi shu.